38-savol. 500 ml 1,4 molarli fosfat kisloti eritmasiga 3 molarli kaliy gidroksid eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmada digidrofosfat ionlar soni gidrofosfat ionlar sonidan 2,5 marta ko'p bo'lsa, qo'shilgan ishqor eritmasining hajmini hisoblang millilitrda. Xo'p, bizga fosfat kislota beryapti. Bu bilan kaliy gidroksid reaksiyaga kirishyapti. Endi hosil bo'lgan eritmada digidrofosfat ionlari gidrofosfat ionlaridan 2,5 marta katta deyapti. Demak, hosil bo'lgan eritmada digidrofosfat ionlari ham bor, gidrofosfat ionlari ham bor. Bu yerda hosil bo'ladi kaliy digidrofosfat plus suv. Shunda hosil bo'lgan kaliy digidrofosfat ortib qolgan kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib kaliy gidrofosfatni hosil qiladi. Xo'p, reaksiyalar o'zi teng. Bizda dastlab 500 ml 1,4 molarli fosfat kislota eritmasi. Bu degani mingida 1,4 mol fosfat kislota bo'lsa, 500 ml da qancha desak, 0,7 mol fosfat kislotaning moli. 1 mol fosfat kislotaga 1 mol kaliy gidroksid sarflanadi va 1 mol kaliy digidrofosfat hosil bo'ladi. 0,7 molga qancha desak, 0,7 mol kaliy gidroksid sarflanadi, 0,7 mol kaliy digidrofosfat hosil bo'ladi. Endi kaliy digidrofosfat ortib qolgan kaliy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib kaliy gidrofosfatni hosil qilyapti. 1 moliga kaliy gidroksiddan 1 mol ketadi. 1 mol kaliy gidrofosfat hosil bo'ladi. Endi buni qanchaligini bilmaymiz, x mol deb olamiz sarflangan. Chunki ortib qolish kerak qanchadir qismi. Shunga kaliy gidroksiddan x mol sarflanadi. Kaliy gidrofosfatdan x mol hosil bo'ladi. Eritmada digidrofosfat anioni gidrofosfat anionidan 2,5 marta ko'p deyapti. Xo'p, bizda dastlab 0,7 digidrofosfat anion bor edi. 0,7 mol. Minus undan sarflanib ketdi x mol. Endi bu oxirgi eritmadagi digidrofosfatni moli. Xo'p, endi gidrofosfat qancha desa, x mol hosil bo'lyapti. Shunda 2,5 marta ko'p bo'lishi kerak. Tenglamani ishlasak, 0,7 minus x teng 3,5x. X ni qiymati bu plus o'tadi 2,5x. Bu plus bo'lsa 3,5x bo'ladi. 0,7 ni 3,5 ga bo'lsak 0,2 kelib chiqadi. X qiymati 0,2 ekan. Xo'p, bizdan so'ragan qo'shilgan ishqor eritmasining hajmini millilitrda so'rayapti. Xo'p, dastlabki reaksiya uchun 0,7 mol kaliy gidroksid ketyapti. Ya'ni sarflanyapti. Ikkinchi reaksiya uchun 0,2 mol kaliy gidroksid sarflanyapti. Shunda 0,7 plus 0,2 bo'lyapti. Umumiy 0,9 mol sarflandi. Endi 3 molarli degan uchun 3 mol kaliy gidroksid 1000 ml eritmaning tarkibida bo'lsa, 0,9 mol qanchada bo'ladi desak, 300 ml. To'g'ri javob 300 bo'lar ekan.